Yana qaytaraman, Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidining tahoratxonasiga 100 qo'l uchun 50 dona va oyoqlar uchun 50 dona sochiqlar kerak. Avvalgi sochiqlar bizni oxirlar to'kilib ketgan. Telefon raqam 93lik 323 0081. Turlibekov Abdurashid Yusuf o'g'li. Assalomu alaykum mahalladoshlar. Mahallamizdagi Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi 2026-yil 5-mart mana Allohning hikmati bilan yomg'ir ham mazza qilib yog'yapti. Mayli, bunda ham bir hikmat bordir. Xabaringiz bo'lsa, shu tahoratxonamizga sochiqlarimiz kerak deb murojaatnoma bilan chiqqan edik. Shu mahallamizdan bir ukamiz shu murojaatnomamizga bee'tibor bo'lmagan holda mana tahoratxonaga katta sochiqlardan olib kelibdi. Alloh rozi bo'lsin. Shu ukamizdan kasb-koriga, xonadoniga baraka bersin. Xo'sh, 2, 3, 4, 5, 6 degan 6 dona katta sochiq olib kelibdi tahoratxonada. Shu tahorat olgan insonlar foydalanib tursin deb rahmat shu ukamizga. Alloh rozi bo'lsin. Endi buni tahoratxonaga qo'yib qo'yamiz. Mana mahallamizdan bir ukamiz 6 dona katta sochiqdan olib kelgan ekan. Hozircha mana 3tasini ilib qo'ydik tahoratxonamizga. Navbat qolgan 3tasini ham almashtirib ilib shu yerga qo'yib qo'yamiz. Yana qaytaraman, Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidining tahoratxonasiga 100 qo'l uchun 50 dona va oyoqlar uchun 50 dona sochiqlar kerak. Avvalgi sochiqlar bizni oxirlar to'kilib ketgan. Telefon raqam 93lik 323 0081. Turlibekov Abdurashid Yusuf o'g'li. Ana shunday sochiqlarimizni bir yangilasak, ancha vaqt foydalanib turamiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Mana shu 6 dona sochiq olib kelgan ukamizga ham rahmat. Kasb-koriga, xonadoniga Alloh baraka bersin. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.